Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham olib kelib topshirdik. Bu obyektimiz juda chiroyli chiqdi. Uyda proyektlari ham вообще juda zo'r chiqqan ekan. Bu o'zimizni Bulovoshiga, Andijonning Bulovoshisiga olib kelib o'rnatdik. Bulovoshining sentr atrofida. Romlarimiz xudo xolasa plastmasda qilib berdik. Mana akva plastdan qildik. Eshiklarimizni termo qildik. Ichkari eshikda MDF qildik mana. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Eshik tanlashda adashmanglar. O'zi eng ko'pchilik mana imkon bo'lsa, mana shu termo qildirganga yetmaydi. Ochilib yopilishi, mexanizmi hamma yog'i o'ta zo'r chiqadi. Termo razmeriga keladigan bo'lsa, 1.40-2.65. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi ishlarimiz. Mana romlarning dizayni ham zo'r chiqdi mana. Klientimizga mana shu yerda tovlab dizaynlarni qilib berdik. Mana bu yerda bitta bir qanat, bu ham termo. Bu ichkarisi alyumin qilib berdik. Bitta eshikda mana MDF qilib berdik. Vodiy bo'ylab borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Eshikda mana ochilib yopilishiga ahamiyat beramiz. Rezinkalari bor. Xudo xolasa inshaalloh juda chiroyli chiqdi. Telefon nomerimiz 91-475-0033. Vodiy bo'ylab borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Puliga keladigan bo'lsa, puli 1.500.000 so'm, $110 $250. Eshiklar $250 qildik, romlarni $110 qildik, MDFni 1.500.000 so'm, termolarimiz $250. Bemalol murojaat qila olasizlar. Telefon nomerimizni pastda qoldiramiz. Videomizda yangi bo'lganlar podpiska, like bosishni unutmanglar. Oldindan hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu yog'ini ham xudo xolasa video davomida qo'yamiz, ya'ni 1 oydan keyin qo'yamiz. Hozircha bu yoq. Bu yerda ham video qo'yamiz qo'yganda inshaalloh.